Germaniyada ojoniylar uchun bu taomni pishirib bersanglar bormi? Super kelinchak maqomini olishinglar. Nimaga dovdiraysan? Nima anqoni urug'imi bu? Said opa Germaniyani bozorlarda anqoni urug'ini topmasa ham tovuqni filesini topsa bo'ladi. Bozorda bo'lmasa manda bor, tushundingmi? Ikki bo'lak tovuq filelarimizni xuddi shu shaklda to'g'rab, tuz, chesnochniy priprava, peterzeli va qizil paprikamiz bilan marinovka qilib, bolg'acha bilan yaxshilab urib olamiz. Ustini strech bilan o'rab 20 minutga xolodilnikka jo'natamiz. Said opamning aytganlaridek anqoni urug'larini va yo'g'ay tovuqni filelarini xuddi shu ko'rinishda qovurib olamiz. Qovurib olingan tovuq filelarimizga 50 ml sut, 30% shlagzanamizdan solib, 10 minutga dimlab olib qo'yamiz. Yana tuzi past. Normalniy tuzi. Tuzini hali to'g'irlashga vaqtimiz bor. Ungacha Mana bu kartoshkani ahvolini qarang. Kartoshka mana bunaqa bo'ladi. Ko'rdingmi? Said opamning aytganlaridek kartoshkalarimizni chiroyli qilib qovurib olamiz. Tovuq filelarini sovsari bilan birga quyib, pomidor bo'laklari bilan ustini bezatib, 15-20 minutga 200 gradusga duxovkaga jo'natamiz. 20 minutdan keyin duxovkadan olib, xuddi shu ko'rinishdagi mozzarella sirimizni ustiga sepib, yana 10 minutga duxovkaga jo'natamiz. Said opa, endi bu taom uchun bitta otsev sizdan bo'lsin. Ana, qani? Voy o'zim, o'rgili. Ha, balo sanu.